Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bir, qani 500 ta zombi va 500 ta skeletlarni yarat. Jin ursin. Ko'ramiz, qani kim yutarkin? 500 ta zombimi yoki 500 ta skeletlarmi? Zombilar hujum qilishni boshladi. Ey, bu skeletlar o'zlarinikini otyapti. Ketgan. O'zinikini otsa maroqli-da. Ey, bularning kuchi teng emas ekan. Zombilar bir bo'lsa, ular kuchli bo'ladi. Ularning orasida bir dona skelet qolgan ekan. Mayli, u ham o'lib. Ko'rib turganingizdek, zombilar juda ham qudratli ekan. Zombilar olg'a. Server yana 500 ta zombi, lekin bu safar qudratli skeletlarni yarat. Bu yana nimasi bo'ldi? Men bularni qudratli skeletlar deb atadim. Wow, jin ursin. U g'irrom qilyapti. Qani tanlanglar, 500 ta zombi yutarmikin yoki qudratli skeletlarmi? 500 ta zombi, skeletlar. Xo'sh, kim qaysi birini tanladi? Karl, tezroq tanla. Mayli, zombini tanladim. Server, qani o'ynani tushir, ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. Ey, jin ursin. Nimalar qilyapsan? Qani ularga ko'rsatib qo'ying. Nima? Voho! Yo'q, bo'lish mumkin emas. Ey, unga farqi yo'q. Ey, turinglar la'nati. Hozir men sizlarga qudratli skeletning kuchini ko'rsatib qo'yaman. Qani zombilar bo'sh kelmang. Ure! Qani skelet bo'sh kelma. Ey, menimcha biz yutdik. Biz g'olib bo'ldik. Biz g'olib bo'ldik. Karl bilan Chandler bir baldan olishdi. Bu o'yinda qaysi komanda mag'lub bo'lsa, o'yinning oxirida uyidagi divanni bitta obunachisiga sovg'a qiladi. Nima? Meni divanimmi? Meni divanimda itim yotibdi. Ey, o'zi men kecha bitta divan sotib oldim. Men uni yutqazishni xohlamayman. Maydonni bu yarmida qurituvchi, bu yarmida sizlarni bilmadim, lekin men qurituvchini tanlayman. Men esa arilarni. Men ham qurituvchini tanlayman. Arilarni tanladim. Arilar qurituvchini mag'lub qiladimi? Server qani boshladik? Arilar. Ey, ularga bir qarang, nyular-ku. Ey, menimcha men tanlovda adashdim. Nega men qurituvchini tanladim o'zi? Ey, biz mag'lub bo'lyapmiz. Ey, unga qarang, arilar hatto hujum ham qilmayapti. Ey, u hatto bitta arini ham o'ldira olmadi. Bu arilar juda ham aqlli ekan. Kelib bitta arilarga mag'lub bo'lamiz. La'nati, bir nima qilsang-chi? Ey, uni hatto joni ham ketmayapti. Xullas, mana bu qurituvchi arilarni o'ldirguncha, sizlar esa bizni qo'llab turinglar. Aha, mana shunday. Oho! Arilar juda ham qudratli ekan. Ular hatto o'zlarini tiklayapti. U o'z jonini tiklab oldimi? Nima? Arilar qancha unga zarar keltirmasin, lekin baribir u o'z kuchini tiklab biladi, chunki u shunchalik qudratli. Menga shunchaki arilar yoqadi, tushunarlimi? Tushunarsiz bo'ldi. Arilar g'olib bo'lishyapti. Orqangga qara, dalbam! Devorning oldidan qoch! Ey, hamma arilar devorning u tarafiga o'tib olishdi. Yo, tavba. Qani arilar olg'a, men o'z divanimni yutqazishni xohlamayman. Jin ursin, u aylanib yotibdi. Bu yaxshilik emas. Yana 4 dona ari qoldi. Mana bu arini bolasi qudratli ekan. Qani olg'a. Yo'q ey, ha, mana u. Bolajonim. Ko'rib turganingizdek, qurituvchi g'olib bo'ldi. Biz Chandler bilan yana 1 ochkodan oldik, a Krista esa hali ham 0 ochko. Xo'sh, keyingi o'yinda 20 ta qudratli zombi va 20 ta endermenga qarshi. Men endermen tanlayman. Men ham endermenni tanlayman. Ey, bu endermenga qaranglar, ular albatta g'olib bo'ladi. Albatta. Zombini bekor tanladim. Ey, bunga qaranglar. Nima? Ey, nimalar qilishyapti ular? Zombilar hayratda. Ey, ular shunchaki uni qo'yib yuborishdi. Ey, bu bilmagan holda bo'ldi. Shunchaki bechara charchabdi. Endermenlar, iltimos, meni divanim o'zimga kerak. Kulgili-yu, lekin bir o'ylab ko'ringlar, bu endermenlarning qo'lida bizning divanimizni taqdiri turibdi. Toshli bloklar ham albatta. Ey, u tepadan o'zini tashladi. Turaveringlar la'nati. Men ularga yaqinroq borib, ularning gapini eshitaman. Yana kechqurun siyib qo'ymanglar. Menimcha endermenlar g'olib bo'lishyapti, yoki yo'qmi? Ey, ular juda ham tez g'olib bo'lishdi. Bir ko'z ochib yumguncha yo'q o'zi. Voy bechora bola, voy bechora bola. Ha, ole. Xudoga shukr, meni divanim hali ham o'zimda qolyapti. Jin ursin la'nati. Hozircha hammada 2 baldan Kristan tashqari. Jin ursin. Xo'sh, keyingisi bosh qotirma. Bitta qurituvchi 500 ta skeletlarga qarshi. Xo'sh, tanlanglar. Bu safar men qurituvchini tanlayman, chunki men qurib qoluvdim. Ha, men ham qurituvchini tanlayman. Men esa skeletlarni tanlayman. Ham qurituvchini tanlayman. Voy, menimcha qurituvchi mag'lub bo'ladi. O'zing aytgan gapingga o'zing ham ishonmayapsan. Chunki ular juda ham qudratli bo'ladi. Jin ursin. Hattoki arilar bundan-da qudratliroq edi. Esingda yo'qmi? Zombilarga qarshi skeletlar urushgan edi. Tupoyki skeletlar. Bo'ldi, fatorot bo'ldi. Ey, skeletlar o'zlarini o'zlari o'ldirishyapti. Bo'lishi mumkin emas. Qurituvchini hattoki ozgina joni ham ketmadi. Hech qachon skeletlarni olmanglar. Skeletlar bu Minecraftdagi eng rasvo narsalar. Chandler va Karl 3 ball olishdi. Men bilan Krista esa 2. Meni divanimda hali yashab qolishga imkon bor. Ha, bolajonim. Meni divanim esa xavf ostida. 100 ta fritlar va 500 ta qorbobolarga qarshi. Tanlang. Qorbobolar, qorbobo. Men esa fritlarni tanlayman. Hammalaringiz qorboboni tanladingiz. O'z darvozalarni oching, ko'ramiz endi. Yo'q, xudoyim. Qorbobolar g'olib bo'ladi demoqchi edim. Jin ursin. Fritlarni tanlasa
Men la'nati Krisni gapiga kirdim. Mana haqiqiy jang boshlandi. Menimcha biz g'olib bo'lamiz. Menimcha shunaqaga o'xshayapti. Olg'ol! Qani? Men millionlab qorbobolarning orasidaman. Biz g'olib bo'lyapmiz. Ularni quritib tashladik. Qorbobolar, yashasin qorbobolar, ular meni divanimni qutqarib qolishdi. Olov qorni eritib yuboradi. Zato qor olovni o'ldirdi. Keyingi tanlov qiyin bo'ladi. 100 ta temirlik zombi, 25 ta golemlarga qarshi. Golemlar bolajonim. Golem. Men esa zombilarni tanlayman. Bu safar men g'olib bo'laman. Ha, qani boshladik. Bularga ko'rsatib qo'yinglar. Kris, menimcha ular o'lib ketishyapti. Ular tez o'zini tiklashyapti. Ular uchib ketyapti. Ular bir-birini urishyapti. Jimmy to'g'ri aytgan ekan. Jinorson, zombilar aqlli ekan. Ha, mana shunday. Men o'zimni divanimni yo'qotishni xohlamayman. Ular g'olib bo'lishyapti. Menimcha men g'olib bo'lyapman. Hammangizga naxuy. Men senlarni yomon ko'raman. Men endi predpaslenni emas, menda 3 ball bor. Keyingi raundda kim bilan o'ynashga boshim qotib qoldi. 10 ta barzangiga qarshi 1000 ta skeletlar. Aytishingiz mumkin, yana skeletlarmi? Axir ularning kallasi yo'q. Jinurson. Men ularni tanlamoqchi emas edim. Men gigantni tanladim. Hamma gigant tanladimi? Men New Yorklikman, shuning uchun gigantlarni tanlayman. Ular hatto jang ham qilishmayapti. Shoshmang, axir men skeletlarni tanlagan edim-ku. Skeletlar o'zlarini o'ldirib biladimi? Yo'q, xudoyim. Billat. Bitta creeper mutant 1000 ta zombilarga qarshi. Qani tanlanglar. Hamma gap uning portlashiga bog'liq. Agar u portlab ketsa, o'lib ketadi. Bo'ldi, men zombilarni tanladim. Creeper mutant nimaligini ham bilmayman. Men zombini tanladim. Men ham. Creeper o'ldi. Jinurson, hozir u yorilib ketadi. Hozir portlaydi. Ha, biz bilgandik, kutgandik. Zombimi? 1000 ta zombi. Otliqlar. Men ham otliqlarni tanladim. Chandler, biz uddalaymiz. Kris, sen qo'rqma, biz uddalaymiz. Men o'ylagandimki otliqlar. Jinurson. Sizlar tamomsizlar. Biz mag'lub bo'ldik, Kris. Nimalar bo'ldi o'zi? Biz hozir divanni xudo rahmat qildik. Xuddi shunday bo'ldi. Jinurson, endi nima bo'ladi, ha? Shoshma, biz hali Kris, biz hali mag'lub bo'lganimiz yo'q. Biz mag'lub bo'lmaymiz. Kel, ungacha men senga qarab o'tiraman. Men aniq bilaman, biz mag'lub bo'lmaymiz. Bo'ldi, orqangga qarayver, oxirgisi qoldi. Biz g'alaba qozondik. Yana men oxirgi o'rindaman. Divaning bilan xayrlashaver. 50 ta qorli golemlar 1000 ta zombilarga qarshi. Zombi, golem. Men esa zombilarni tanlayman. Shoshma. Biz mag'lub bo'lishimiz mumkin. Ole! Kris, biz o'ldik. Yaxshiyamki mikrofonning ovozini pastroq qilgan ekanim. Qorli golemlarni bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu. Nimalar qilyapsizlar, bezmiyalar? Har doim zombilarga ishon. Sen zombiga ishon. Biz g'alaba qozondik, Chandler. Men ham g'olib bo'ldim-ku. Biz hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Kris bilan men oxirgi o'rindaman. Kimning divani bugun ketadi? Menikimi yoki Jimmynikimi? 500 ta lama, 500 ta zombiga qarshi. Lamalar uchun o'zimni divanimni berishga ham tayyorman. Men ham lamalarga ishonaman. Har doimgidek biz zombilarni tanlaymiz. Zombilar ham yomon emas. Nega lamani ko'rinishi bunday? Kofeni krujkasiga o'xshaydi. Ular nimalar qilishyapti? Ular zombilar atrofida aynalashyapti. Agar biz mag'lub bo'lsak ham men xafa bo'lmayman, chunki menga lamalar yoqadi. Qo'rqyapsizlarmi? Agar tepadan qarashsa davlatga o'xshashadi. Rostdan ham shunday. Yo'q, xudoyim, yashillar umuman ko'rinishmayapti. Yo'q, xudoyim. Rostdan ham yashillar pashti qoladi. Lama. Men oxirgi o'rindaman. Kris bilan Chandler mendan bir pog'ona yuqorida. Ha, mana shunday. 500 ta qaroqchilarga qarshi 500 ta zombilar. Qaroqchilar. Mayli, men zombilarni tanlayman, chunki men qo'y emasman. Ular skeletlarga o'xshaydi, lekin ular ancha aqlli. Ular o'lishyapti. Agar miyang qo'ynikiday bo'lsa, mana shunday bo'ladi. Men qo'y emasman, meni shunchaki kallam ishlamadi. Biz 3 kishi oxirgi o'rinda va oxirgi o'yinimiz qoldi. Ura, biz hammamiz qoloqlarmiz. O'zingizga joy tanlang, lekin u yerda kimlar bo'ladi bilmaysizlar. Ha. Yo'q. Sizlar ikkovingiz menga qarshi urishasizlarmi? 100 ta qudratli zombilarga qarshi 100 ta qudratli skeletlar. Yo'q. Men zombilarni tanlayman. Obbo, mayli do'stlar, keyinroq ko'rishamiz. Men xotinimga divan haqida biron bahona o'ylab topishim kerak. O'ynani tushiringlar, ko'ramiz nima bo'lishini. Ular sakrab o'q otishyapti. Yo tavba, ular sakrab osmondan o'q otishyapti. Juda ham kulgili tuyular ekan. Jinurson, u uni o'ldirdi. U uni hozirgina o'ldirdi. Menimcha skeletlar g'olib bo'lishyapti. Menimcha shunday. Ha. Meni divanim o'zimda qoladigan bo'ldi. Yo'q, xudoyim, bitta zombiga 1000 ta o'q. Biz g'olib bo'ldik. Kris g'olib bo'ldi. Demak, Chandler bilan men oxirgi o'yinni tugatamiz. Kris, qoch u yerdan, qoch. Chandler, mana endi men senga qarshiman. Birga birmi? Biz bilmaymiz qaysi tomondan nimalar chiqib kelishini. Sen o'sha yerni tanladingmi? Menimcha ha. Shuning uchun men mana buni tanladim.
ko'rsalimchi emas edim. 1000 ta zombilar, 2 ta creeper mutantga qarshi. Xudoyim. Bo, men mag'lub bo'ldim. Chandler, divaning bilan xayrlashaver. Menimcha sen divaningni yutqazding. Qani. Menimcha men bu yerda bironta zombini ko'rmayapman. Jin ursin. Chandler, menimcha uyingdagi divaning senga yoqmay turibdi. Shuning uchun uni obunachilarning biriga berib yuboramiz. Haligi men o'zimni divanimni bir o'yinda yutqazdim, shuning uchun menga adresingni ber, men senga o'zimni divanimni senga yuboraman. Xo'p, bo'ladi, kelishdik.